Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Men mana bu videoda sizlarga bitta savol bermoqchiman. Mirziyoyev kofirmi yo musulmonmi? Endi musulmon deydiganlar shuni sifatlarini ko'rsatib berish kerak. Mana shu ishlardan ko'rib olamizki, bu odam musulmon ekan. Kofir deydiganlarcha o'sha kofirga xos sifatlarni aytib berish kerak. Men musulmonlik sifatini topa olmadim. Agar kommentariyada yozib yuborsanglar, men ham bilib olardim shuni. Men qarasam, hamma sifati kofir sifati ekan. Boshdan olib qaraydigan bo'lsak, Mirziyoyev Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasdan o'zi odamlar o'zi chiqargan qonun bilan hukm qiladi. Qur'onda aytgan, kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilsa, u kofirdir degan. Bu narsa demak kofirlik sifati ekan. Shu to'g'risida Muhammad Olovuddin Mansur fatvo bergan. Kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasa, u o'zicha qonun chiqarsa, u o'zini Xudo deb nima deydi? Hisoblabdi. O'zini Xudo debdi. Kim unga ergashsa, uni tan olsa, shu odamni qonuni to'g'ri deb. U o'sha odamni Xudo deb tan oldi degan. Ya'ni ikkalasi ham kofir bo'lib qoladi bunda. Shunday nimani bu Olovuddinning fatvosi. Demak, shu Mirziyoyev nima qilgan? Allohning Qur'oni bilan hukm qilmasdan o'zicha qonun chiqarib, o'sha Olovuddin aytgandek o'zini Xudo deb da'vo qildi. Endi keyingisi. Mana bu bizga Allohning buyruqlari kelgan. Ba'zi narsalarda harom qilgan, ba'zilarini halol qilgan. Shulardan juda ko'p narsani nima qilgan, lekin mana bu qimor, aroq, birovga zulm qilish, ular harom. Endi Mirziyoyev nima qilyapti? Bu aroqni ham, qimorni ham halollab qo'ydi, mana ochib qo'ydi. O'shani qilgan odamlar hech qanday jazolanmaydi. Sababi qonun shunga ruxsat berdi. Bu Mirziyoyevning qonuni. Bu nimani bildiryapti desa, uni kofirlik sifatini bildiryapti. Kofir bilan musulmonning farqi nima desa, bu kofir namoz o'qimaydi. Musulmon namoz o'qiydi degan. Bu odam namoz o'qimaydi. Ahli ayolni o'qitmaydi. Endi musulmon bilan kofirning yana farqi desa, kofir ayollarini yarim yalang'och qilib shu ko'chaga chiqarib qo'yadi. Ularga hijob degan narsa bo'lmaydi. Musulmonda ayollari hijobda bo'ladi deydi. Mana Mirziyoyevda ayollarda hijob, qizlarda hijob bor. Hatto aroqni ham ichishaveradi. Mana u nimada bir konsert bo'lganda, Muz saroyida, o'shada aroqni ichib olib, ikkovi qizi shunaqa baqirib qarashilayapti. Juda zarur bo'lsa, o'shani ko'rsatish mumkin. Xotinichi, xotini birovlar bilan quchoqlash, o'yinga tushaveradi. Ko'ppa-kunduzi birovni borib nomahramni quchoqlab o'paveradi. O'sha mahalda tovuq vaqar tirjayib turaveradi. Mana ko'rdinglar nimada. Endi ko'ppa-kunduz shunaqa qilayotgan bo'lsa, odamlarda dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, o'shani bir yarmi ko'rib turibdi, YouTube degan narsa bor. Uyatmayapti. Endi qorong'ida bo'lsa nima bo'ladi deb hayron qolasan ekan. Bu narsa ham kofirning sifatida. Mana o'zi qilmagandek hijobga qarshi kurashadi. Har xil yo'llar bilan. Mana o'quv joylariga kelayotganda hijob mumkin emas deb. Bu taqiqlash hijobda. Kofirlar taqiqlayapti. Mana Rossiyada hijob bilan yurma deyapti. Mirziyoyev ham shunaqa deyapti. Endi yana qaysinisi bo'lishi kerak?
Mana musulmonlar nima ilm olish kerak islomda. Qur'onni o'rganishimiz kerak. Musulmon yurt bo'lsak, mana biz o'zbekmiz, qirg'izlar qirg'iz, har kim o'zini tilida birinchi qilinadigan narsa o'zini tilida o'qitadi, o'zini tilini yaxshi deb yetkazadi. Biz musulmon bo'lsak, xuddi shunday qilib musulmonchiligimizni nozik qirralargacha hammasini yetkazib bizni tushuntirish berish kerak. O'shani o'qigandan keyin biz nima halol, nima haromni ajrata olamiz. Lekin bu qattiq taqiqlangan. Bu nimada? O'zbekistonda. Hozir O'zbekiston to'g'risida gapiryapmiz. Demak, bu sifat ham nimani ko'p qilarganda kofirlar sifati qilingan. Keyin Qur'onda ochiq aytilgan. Sizlar Yahud nasronlar bilan do'stlashmanglar. Siz ularni do'st deb bilasiz. Ular sizga o'zini diniga kirmaguncha hech qachon sizlardan rozi bo'lmaydi degan. Shuning bilan Mirziyoyev kofirlar bilan juda qalin. Mana Xitoy musulmonlarni shunaqa azoblayapti. O'shalar bilan juda qalin. O'shalar bilan savdo aloqa hamma yoqda ko'chib kelib, mana Xitoyliklarni shu yerga olib chiryapti. Ularga eng yaxshi joylarni beryapti. Musulmonlarni ular turmada 3 million musulmonni shunaqa azoblayapti. Ayollarni zo'rlayapti. Ularga har dori berib, ustini yo'q qilyapti. Erkaklarga aroq ichirib, majburan ichirib, imonni so'rib olyapti. Go'daylarni alohida deddon qo'yib olib, o'sha yerda ularda Xitoyda mana u dinsizlikni bilan tarbiyalab, ularni kofir qilyapti. Mirziyoyev o'shalar bilan juda qalin do'st. Ko'rib turibsizlar, doim qatnab turadi. Haligida nimada Putin bilan o'pishganda o'sha xotinni ham olib boradi. Endi Yahudlar azaldan musulmonga dushman bo'lib kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganini eshitganda ular musulmonlarga qattiq adovat qiladigan bo'lib qolgan. Shundan keyin ular doim adovat qilgan, doim musulmonga zarar keltirishga harakat qilib yurgan. Mana hozir Mirziyoyev o'sha bilan juda qalin. Mana u urush bo'lib musulmonlardan 100 mingdan ortig'ini o'ldirganda o'shalar bilan aloqani o'rnatib, ularga nima kerak bo'lsa yetkazib beryapti. Hatto o'sha uylar buzilib ketgan ekan, Samarqandda alohida bir nima deb qo'yadi? O'quv joyimi debmi deydi. Malaka oshirish joyi qilib, o'shaga quruvchilarni olib borib, tayyorlab, yaxshilab tayyorlab, o'sha uylarni o'nglab beringlar deb shu yoqqa jo'natyapti. Mana u G'azoda 100 mingdan ortiq odamni o'ldiruvdi. Hatto kofirlar ham bular bilan juda katta qismi aloqani uzib qo'ydi. Elchixonalarni ham haydab olishdi. Buni turistlarga ham kirgizmay qo'ydi. Turist kelsa foyda yo'q. O'sha foydadan kechdim dedi. Bu zolimlarga kirgizmaymiz. Ular boradigan joy ham topolmay qoldi. Shunda mana Dubay katta yo'l ochib berdi. O'zbekiston katta yo'l ochib berdi. Mana Samarqandda ularga sinagoga, o'zlarining ibodat qiladigan joyini qilib berdi. Kelganda oyoqlarini ostiga payondo solib kutib olishdi. Bu narsa Alloh aytgan, ular bilan do'stlashmanglar deganidan keyin ular bilan do'stlashgandan keyin shu oyatni inkor qilib do'stlashdi. Demak, bu ham kofirlik xislati ekan. Mana u hijob soqoldan shunday jirkanadi. Buni bilasizlar, uni oldiga uchrashga kirganda kelgan odamlarda albatta erkaklar bo'lsa soqolini olib, ayollar bo'lsa hijobini yechib shu kirgizishadi. Yaqinda sportsmenlar, qizlar keldi, yutib kelganlar. Shuni mukofot berdi. Hammasi hijobni yechib kirishdi. Mana bu nimada yaxshi sportda yaxshi xizmat ko'rsatgan erkaklar kirsa soqolini olib kirishdi. Bir nima yigit shunaqa chempion bo'ldi, juda katta. Shuni onasini tabriklab qo'yaylik deb chaqirdi prezident oldiga. Hijobini yechib, hali ro'molni orqadan baylab kiritdi. Nimaga desa, unday kirgizaylik desa, bu narsa Mirziyevga yoqmaydi.
Shuning uchun yoqish uchun shunday qilib olib kelishdi. Mana musulmon ahli ayolini nomahramlarga ko'rsatmaydi degan. Nomahramlar mana o'zini ayolini faqat nomahramlarga ko'rsatish bilan quchoqlatyapti. 70 ga borib qolgan kampir haliyam bo'lsa, bu yoshlikda qanaqa qo'ygan Xudo biladi endi. Qizlari-chi aroqni bemalol ichishadi. Yoshlarga hijob to'g'risida o'ylab ham ko'rishmaydi. Endi bizda islomiy tarbiya bor. Islomda qoidasi bor farzandlarni qanday tarbiyalash to'g'risida. Buni qilishni o'ylab ham o'tirmaydi. Endi qizi chet elga chiqib Amerikadan shu tarbiyalash usulini olib ketdi. Amerikada shunday. Farzandlar katta bo'lyapti. Ulardan so'rab turadi. Sen o'g'il bolamisan, o'g'il bolam, o'g'il bola qiz boladan. Qiz bola bo'yin keladimi? Seni operatsiya qilib qo'yamiz deydi. Bo'lsa qiz boladan o'g'il bola bo'yin keladimi? Ha desa operatsiya qilamiz, ro'zg'or nima qiladi deydi. Maktabdan so'rab turadi. Endi o'sha nimadan ota enasi shunga qarshi chiqadigan bo'lsa, ota enasidan farzandini tortib oladi. Tortib olib o'sha yerda 27 millionta hali geylar bor. Oila qurib 27,5 millionta nima gey, virjinistik. Erkakka ayolga uylangan. Farzandlarini o'shalarga berib qo'yadi. O'sha bilan u bola albatta nima bo'lishini endi aytmay qo'yaveray. Endi bizda Qur'on nima musulmonmiz, adashmasligimiz uchun Qur'on bizga yo'l, shuni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun uni birinchi sinfda menimcha maktabda o'qitish juda zarur. Bu zarur emas, farz deb bilaman. Sababi biz musulmon bo'lsak-ku, musulmonni qonunini bilmasak, bu bizning musulmonligimiz hech ham to'g'ri bo'lmaydi. Musulmon nima qilish kerakligini aniq bilmasak, kofirlik ishini qilaveramiz. Endi musulmonlarga har nima mana shuni qilib, mana buni ham kofir sifati bo'lyapti. Endi musulmonlarga har yo'l bilan Qur'on, hadisni o'rganish, islomiy dinni ilmni olishga sharoit yaratib berish kerak musulmonga. Lekin bular nima qilyapti? Hammasini yopyapti. Uni o'rniga tungi klublar, o'sha yerda yosh 18 ga yetmaganlari qancha, 17 ga yetmagani qancha yigit qizlar bir-biri bilan nomahram quchoqlashib tansaga tushyapti. Endi mana bu harom. Endi mana qimorxona, aroqxona bular harom. Aroq Mirziyoyev bunga ruxsat bergan. Bu ham kofirlik tomoniga tortib ketyapti. Endi aroqxona ochganda bunga ruxsat bergan. Bu degani aroqni halol degani, qimorni halol degani. Alloh insonlardan avval aroqni ichganda emas, chiqarganda so'kadi. Ikkinchisi sotganda, uchinchisi ila keyin mana u nima ichganda bundan. Demak, Mirziyoyev ruxsat berishi uni chiqarishga bilan ikkalasi bir xil hukmda bo'ladi. Aroq ichishga chiqaribdi, nima qildi? Endi shunda shu bilan Allohning la'natiga yog'ildi. Mana buni hujjati o'sha mana avval aytdim. Shunday ekan, shunga o'ylab qaradim, men Mirziyoyev musulmon emas dedim. Mayli, endi sizlar ehtimol hujjatinglar bo'lsa, uni musulmonligini isbotlab berib ketinglarcha, kofir deb demay turaman. Shuni topsanglar, ko'rsatsanglar, keyin men musulmon ekan deyman. Bo'lmasa, men uni kofir deyman. Hozircha aytayotganim yo'q. Assalomu alaykum, musulmonlar.